Elmisaqdin yaxşılıqqa yaxşılıq, yamanlıqqa yamanlıq. Navad sendin yanmasa, başqalardan yanıdı. Yerşar degen jumlaq narsa. Yaxşılığınızın cavabı aman kiludu. Bunun kelmese aylanıp mendin kip qilishi mumkin. Kunda başqalarga yamanlıq qo'yilsangiz, onun bir yamanlıq kelişi natayin. Lekin sizga chuqur bir yamanlıq keladi. Rasmiy yolg'onmi? Shunga ko'nilar dushmaningning o'limini tilagicha o'zingning umrini tila debdika. Nayt qiziqarli bir hikoya aytib berayin. Guanjo qilib birdan yaxshi yurak berib qo'yib, hikoyamni anglang. Burungi zamonda nayt odil, intayin, oq ko'ngil bir amaldor bo'libdika. Şunun bilan bu amalda bir kun zindonlarmanda orlab ketib berib qilsa, bir mahbusning nayt ichinishlik tövbe qilib, men gunohsiz, meni qo'yib etinglar, xato tutdim deb to'xtamay mashina vaqrat qilib ko'rib, ishchisal etishib beribdi-da buni. Şunun bilan buni ayrim chiqib so'roq qildi. So'roq buning gap so'zlarini anglagandan keyin bu rosti gunohsiz o'xshaydi deb ishinib qilibdi va buni qo'yib bermoqchi bo'ldi. Hukm qildi. Asli bu bir o'limga hukm qilingan bir jinoyat ekan. Şunun bilan buni qo'yib berishning oldida bugun men seni qo'yib bermayman. Navad sen o'zingning digindek aslida bir gunohsiz bo'lsang, buningdan keyin chuqur gunoh o'tkazmaysan. Chunki vaqtim cho'chiding sen, as qolding o'lgili. Navad gunohkor bo'lib qolgan taqdirdimi, ma gunohingga tövbe qilding. Chuqur sana ishonma, buningdan yaxshi odam bo'lib ketsa. Lekin her qandaq bir gunoh o'tkazib qo'ysam, men darhol berib seni tutma, ma gunohingni qo'shib jazolayman. U vaqt hech qanday gapni anglamayman deb. Voy ma'qul begim deb bu ketibdi. Hamdiki necha yillar o'tgandan keyin bundaq yaxshi amalda sig'maydi-ku. Qolgan amalda bular buni ko'chilab, tatlab, bahçaq sunib yurib, bu haddidan ziyod odil bak oqto'nglab ketgachga buni gunoh qo'yib, amal mansibidan arilib, butkul boyligini musodir qilib, o'z yurtiga pal etibdi. Şunun bilan bu yurtiga shundaq namratchilik ichida aron ketib qolsa, el qo'yayotgan jinoyatchi oldiga uchrab qolibdi. Voy begim, bu silg'u nima ish bo'ldi desa, manda ish bo'ldi degan. Voy qasrimga gapiray deb bu qasriga qarsgan bo'lgan shundaq boy bo'lib ketgan, savdo tijorat qilib, bu begim yaxshi mehmon kutib yetdi. Qo'saqlab turib aram yeb usta deb bu el jinoyatchi chiqib xotiniga deydi, xotin, ma odam meni qutqizib olgan. Mening hayotimni qutqizib olgan odam nima mash bo'lmasa bizning bugungi boylig'imiz bo'lmaydi, sening mendek eringmi bo'lmaydi, mening senda xotinim bor, butkul ishni masha odamdan boshlangan kat nijotkorim mening deganki, unda bo'lsa bugun buni javob qaytargan kuningiz kelibdi. Buningga nasllik ming tuyoq otni sovuqlayli, yurtning mashda ep ketsin degankin. To'xta, bu mening hayotimni qutqizib qolgan, kul boylig'imni sababchi bo'lgan odam aran ming tal ot turmadimi? Taz degandan keyin xotin amsi 5000 tuyoq ot turayli. Voy yeni bo'lmaydi, bu butkul boylig'im mana odamdan kelgan tursa, bu zotga bundaq oddiy javob qaytib tursam qanday qiladi? Hayotimni qutqizib qolgan odam mana tursa degan keyin xotinning 3-qatim nima debdi bilamsizlar? Unda bo'lsa bu odamni o'ldirib bitaylaydi. Öyle iri anlap hayran qilibdi nima deyapsiz? Bu begining sizga qilgan yaxshiligi, bu hissiyotini, bu bir umr nemin qismini siz qaytarib bulolmaysiz. Bu qarzdorlikni ham bu sizning asli o'limga hukm qilingan jinoyat ekanligini biladi. Lekin sizning maftutkil boylig'ingizni ko'rdi, ham buni ko'zi qizdirib, bu jinoyatingizni berib mashta deb qo'ysa, sizni tutqizib qanday qilmaysiz? Buni da ansirmasak bo'lmaydi. Uni da mashna o'ltirib qo'ysak, ma paketmi yo'qaydi. Sizning ko'nglingiz qarzdorlik yo'qaydi degan er turib ketib, to'g'ri, xotin kishining chech uzun bo'lganlar qisqa jumud deb, shuna bir qotilni yollamoqchi bo'libdi. Dal mush vaqtning o'zida bu gapni ishining sirtida turgan bu xizmatkor anglab qopida choy qaynatib o'tirib. Shular tova, moshundaq vahshiy odamlar buldika. Men qanday odamning o'yini ishlab qoldim, nimandaq tuzkor, nimandaq qarniyat haq bu deb, sizdan chiqib bekka bo'g'ashni deb birga mashtaq qish bo'ldi, ishni qech kesilgan kim? Bu haplar, shaplar, qochaqash shuning bilan bir saroyvanning bir o'jursiz kirib mükünmepti. Hem saroyvan buning bu o'diqib ketgan, yotqandan chekirib mükib olgan ishni ko'rib, g'aliklik so'rab qo'ydi. Nima bo'ldi sizga? Nima bunday o'diqsiz degan keyin, bu bek men bo'lgan ishni 5-4 kechni bir boshini deb turibdi. Deb berganki bu saroyvan otlar deb tursa darizdan bir qara atganda taraq turib qurol qilib tushibdi-da bu yerga. Shuning bilan Eyliqbek so'rabdi. Ashla yolg'on qotil senkensen-da shundoq. Men lekin bayat yaqi sening bu hikoyani angladim. Sen to'xtab tur. Hadi chiqib kiray deb chiqibdi.
şapkıda kiripti, qarsa ilk cinayetçi ayol ikkisining kallasini ketdi. Bu nim qilganing degandan keyin bayat yoq hikoyangni angladim. O'z vaqtida senmi menga adil bir hukm chiqargan. Onun ustiga ma ikkisini qora niyatga sanga o'xshash bir adil, oq ko'ngil, yaxshi kishimi bir yaxshilik erchamiz qandoq bo'ladi deb javob qaytiribdi. Endi bu hikoya Tang sulolasi davrida o'tgan haqiqiy bo'lgan bir rost ishga. Shunga yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik elni saqdim.